Azizlar, assalomu alaykum. Nalichida turgan 3 ta zo'r narxda chiqayotgan GLS 450 Formatic avtomobillarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bizning Telegram sahifamiz ham bor. Shu yerda o'zida o'tib sirishni obuna bo'lib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib shunaqa zo'r inovatlarni zo'r narxlarda ko'rsangiz bo'ladi. Shuning uchun Telegramimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Aziz do'stlar, birinchi GLS'imizni 2025-yil ishlab chiqarilgan, shu kungacha 6000 km masofa bosib o'tgan полностью AMG body kit, AMG diska, perforatsion tormozdan sistema, Pirelli rezina. Eng asosiysi kuzov полностью broneplyonka bilan qoplangan oq salon, podstakanikalar istadi sovutadi, massaj sideniya, zadniy qatorda 2 ta monitor va planshetlargacha bor. Qisqa qilib aytganda eng full. Narxi keladigan bo'lsa $153,000. Ikkinchi GLS'imizga keladigan bo'lsa 2026-yil ishlab chiqarilgan, shu kungacha 6000 km masofa bosib o'tgan juda ham bogati komplektatsiyada, chiroyli diska, Continental rezinalarda. Aziz do'stlar, avtomobilimizdan komplektatsiyasiga keladigan bo'lsa, Maybachdagi rul, Maybachdagi sideniya, podstakanikalar istadi sovutadi, zadniy planshet va undan tashqari elektriskiy shtorka, orqa qatorlari abduf abagreeflargacha bor. Massajlarini aytmasangiz ham bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa 158900. Uchinchi GLS'imizga keladigan bo'lsa 2024-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha 21000 km masofa bosib o'tgan juda ham bogati komplektatsiyada AMG diska, Michelin baunlar taqib qo'yilgan. Maybachdagi panel, Maybachdagi sideniyalar, aziz do'stlar, abduf abagreef massajlarigacha bor. Olasizlar, mazza haydisizlar. Narxi keladigan bo'lsa 139900. Azizlar, biz sizlarga avtomobillarimizning faqatgina eng asosiy komplektatsiyalarini aytib o'tdik, narxlarini ham ko'rdinglar. Tanlash huquqi o'zingizlarda. Hayot oyomiga ulgurib qolinglar, chiroyli skidkalar ham qilib beramiz. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin.